Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli qarindoshlar. Bugungi darsimiz tunigun ilanda bergandek Sevrning tigi oltin. Mufassirlarning peshvosi Muhammad ibn Jarir Tabari o'zining tarix kitobida 240-yili Makkada yuz bergan bir voqealikni bayon qildi. Allama Ali Tantavi uni hikoya shaklida qilib yozdi. Kuveytlik olim Tarix Soydan uni ovozli o'qiydi. Allama Muhammad Ratib Nablisi ya'ni ovozli qilib o'qiydi. Bugun sizlarga uning Uyg'ursini aytib beraman. Hijriya 240-yili Ramazonning 1-kuni Makka nihoyat issiq kunlar edi. Shu chaqda namoz bomdodga azon chiqdi. Ramazonning 1-kuni namoz bomdodga azon chiqdi va Makka ahli umuman Masjid-i Haramda namoz bomdodni ado qilish uchun yo'lga chiqdi. Shularning orasidan 86 yoshlik Abu G'iyos degan odam Masjid-i Haramga berib bomdod namozini o'qish uchun o'rnidan turib baqdi, lekin mag'dur yo'q, kuchi yo'q. O'rnidan qimirlay olmaydi. Shuning bilan o'ltirgan yerda namoz bomdodni o'qiydi. U odam shuncha kambag'al bo'lib, buningdan 3 kun burun, ya'ni Ramazon kirishdan 3 kun burundan tortib tomoq tetini tetib boqmagan. Tomoq yeb boqmagan. Zamzam ichgan, suv ichgan, bu yerdan 2 tal xoma topsa shuni yegan, shuning bilan bir tomoq yeb boqmagan. Shunchalik bek kambag'al. Bu odamninki 4 qizi, 2 singlisi, ayoli, qaynonasi bo'lib, o'zi bilan 9 jon. 9 jon bir uyda yashaydi. O kadar kambag'alki namoz o'qig'ili bo'ladigan, ya'ni kiyib namoz o'qig'ili bo'ladigan bir tane uzun kiyimi bor ekan buning uyda. Chunki hammasining kiyimlari birsili churib tishilib ketgan, birisi aytibak halqa namoz o'qishga bo'lmaydigan, bek qisqa, birisi bek tuyshuk, ashunda bo'lgandikan shu bir kiyimni, bir uzun ko'ylakni dastlabda uni kiyib, shu Abu G'iyos namozni o'qiydi ekan, uni septirib, ayoliga septirgan, ayoli uni kiyib o'qiydi ekan, uniki qaynonasi kiyib o'qiydi ekan, uningdan avu 2 singlisi, uningdan 4 qizi ashunda o'qiydi ekan. Ya'ni mustaqil namoz o'qig'ili bo'g'uvchilar bir kiyimi yo'q ekan. Bu odamning ishimi yo'q hamda. 86 yoshga kelib ketgan odam. Shunchalar kambag'al, tapqanni yeydi u, ammo qat'iy harom yemaydigan. Shu kuni namoz bomdodni o'qib bo'lib, o'ltirib qoladi o'tirgan yerda, midirlayanmay. Shuni bilan ayolimi namoz bomdodni o'qib bo'lib uning deydi. Ayoli Lubaba degan ayol. Abu G'iyos endi o'ltiraversak, bu ochlikdan o'lib ketmaylar. Qizlarning bek qusuqi och, o'rnidan turolmayotdi bo'lma. Singillarmi shundoq, onammi shundoq, hammamiz bek ochlikning dardini bek tatib ketdik. Endi Allah bizni sabab qilishga buyurgan ekan, siz bir sirtqa chiqib baqsangiz, do'konlarni aralab beqing, bekimlar sizni bir ish qilsalar, ish chiqib qolsa ish qilasiz, ayna qilib azoq bir non-pan bir narsa akarsangiz, yeyamiz, iftor qilamiz shuningda. Deb chiqib o'tgan, ma'qul chiqib baqay deb chiqib, bundoq aylanadi. Aş mahalladagi do'konlarni, bozorlarni aylanadi. Hech qanday bir odam uni ish qilsa demaydi. Chunki 86 yoshlik odamdan hurmatlabmi ish qilsamaydi. Ish qilgan taqdirda bunda yoshdagi odam nima qilib beralaydi hamda. Shuningkin beshi qitib yoki bekim binasi bermagan, yoki bekim ish qilsamagan. Shuna beshi qitib shu misbilida bir daraxtning tuyida o'tiribdi bidan demelib. Shu ochliq va qattiq uruq, badanim shunda uruqlikdan mag'dur yo'q. Ayda
Daraxtga yo'linib o'ltirib, aşı topuni so'rib o'ltirdi. Topuni tatlab qo'ydi ba'zida atrofida yerdagi topunicha. Shunda bir topuni tatlasa, bir yılan chiqdi, bir yılan. Yılan chiqdi deb qulni shunda tatib tursa, bu midirlamaydi. Yılanning quyruqi midirlamaydi. O yılan topuning ichida quyruqi tashlandi, madam quli bilan ayani topuni buni yurish degandiki, shuni chiqib qoldi quyruqi. Ammo midirlamaydi. Bu qanday midirlamaydi, qanday deb bunda tatib baqsa yana midirlamaydi. Shuni shat dedi kuchi bilan bir tassa, aşı chiqdi yo'g'on, uzun bir yılan. Əməliyyatda bu yılan emas, bu hacılar biligi taqab, pullarını silib kildigan himyan. Kemer, hazırkı zamanda kemerge o'xshash himyan hamdi. Burunqi zamanda ashundaq hayvonlarning terisida yasaydi ekan, uni mazmut olsun deb. Qarisi ichi nihoyat eg'ir turdi. Shunda ola açsa, 1000 tilla. Ko'zi paqirab ketadi uni ko'rib. 1000 tilla pul hamdi, oltin hamdi. Mudaq qarab shat dedi ağzını. Elhamdülillah. Allah bana berdi meni. Ettigen çıkıp sebep qilib baqdim. İşley deb baqdim, iş qısamıdı bekim. Ya bekim binas bermidi. Allah sana dua qilib o'ltiribdim. Sen berding meni. Bu degan nima degan halal bana. Çünkü Mekke'de mendin kambag'al yo'qsul adam yo'q. Bana nayt halal deb turib to'xta deb onun aqli ishga kiritdi. Bu sana bekim bermegen tursa bunu, ya ishlab tapmagan tursan, bu kishininki bir tepib olgan narsa bu sening emas. Bunu yesen qanday oldu, sana halal emas, deydi nafsi. Ne, aqli. Nafsi deydi, men shuncha kambag'al tursam, mendek kambag'al odamga durust bo'lmamdi. Hozir bolalarim, oilamdagilarga bir narsa akib bermasam, o'lib ketishi mumkin. Ashlarni qutqizish kerak emasmi? Deydi, yana aqli deydi. Sen 86 yoshga kirgicha harom yeb baqmading. Endi hozir mushu kishining haqqini hozir yesang, belki 1 minutdan keyin yoki 1 soatdan keyin yoki bir damdan keyin o'lishing mumkin. Qachon o'lishingga garanti yo'q. Agar o'lib ketsang, eng oxirgi hayotingda haromni yeb ketamsan, deydi aqli. Shuning bilan yo'q, buni oson bo'lmaydi. Bir tillanimi oson bo'lmaydi deb qanday qilishim kerak deb o'tirib, eng yaxshisi buning egisini topsam, egisi bana insof qilib ya 100 tilla bera, ya 10 tilla bera, shuning bilan bir balarimni qo'shqin to'yg'izaman deb elib uyga olib ko'mab qo'yish qaroriga keldi. Egisini topqicha. Uyga olib eshikni ochib, asta kirib biyani ko'lab ko'mib olsa, ayoli nima ish qilyapsiz deb kelib qoldi. Yo'q, hech qanday ish yo'q. Yo'q, nima ish qilyapsiz? Nima ko'mgan deb ayoli kelib shuni ko'rib qoldi naq maydonda. Shuni bilan endi o ayol kishi deganlar chidayolmaydi ham. Shuni bilan bu pulni ko'rsatsam, xeylayli deb turamisan deb shuni ko'rsatmay ko'mmoqchi ekan, baribir ko'rib qoldi. Ko'rib qolgandan keyin ayoli, "Mana Allohning bergini mana. Allah bizning ahvolimizni biladi. 9 jonning ochqog'inimizni biladi. Bizdan faqir hech kim yo'q. Alloh taolo Qur'on Karimda o'zingni halokatga atmanglar deydi. Mushunda tursa, biz yana shu Xudoyim bergan tursa, buni xaylab, buniga bir non, bir narsa akirib, balni qo'shiqni to'yg'azmay, bunda qilsa qanday bo'ldi? Chuqum xaylayli buni. Mushundan bir 2 tillani elib, bir narsa akiring, ballarni to'yg'azaylar. Egisi tapqan chog'da biz buni xaylabdik deb aytsak rozi bo'ldi, deydi. Degandan keyin Abu G'iyat, yo'q. Men mushu yashimgacha men harom yemedim. Men hozir harom yeb, bu haromdan to'y qilib boqishmay o'lib ketsam harom yeb ketamanmi? Yo'q, deydi. Ayol yo'q, xaylaymiz deydi. Agar sen yana mushunda xaylaymiz deb turayotgan ishing bo'lsa, seni men qo'yib beraman. Ajishib ketimiz bo'ldi. Uydan chiqtiman men. Deb turgandan keyin tamom emas ma'qul gap qilmaydi deydi. Shuninglar ko'mab qo'ydi. Ko'mab qolib, endi buning egisini topay deb Masjid-i Haramga ketdi. Endi Masjid-i Haramda shu binasi yetib ketgan odamlar ashada e'lon qilgan. Ko'rganlar bormi deb e'lon qilgan ish bor ekan endi. Shuninglar ashaga borsa, bir Samarqandlik odam Kabening qishda voqirga o'tiribdi. Ey jamoat, ey musulmonlar, mening bir hamyon
yetib ketdi. Onun içinde çın pul vardı. Köygəli bolsa, ekip bergen bolsаңlar deytken. Hiç kim gep qılmaydı. Şuna yana tursa yana şu ilan qılayır, hiç kim kelmeydi şuna olan. Şuna adam yeniği kelip, endi şu eğer Allah'tan qo'rqadigan pulga nayt ihtiyacı bar, yaxshi bir adamga adam teppagan bolsa sizning pul melingizni, sizning aşu hamyanni, aşununga şunu bir aşunun 100'ning birini yoki 10'ning birini biremsiz degan yo'q bermayman, birenmeyman. Allah razı olsun. Teppasin, Allah razı olsun. Ama ben bir narsa bermayman dedigan. Şunun Abu G'iyos asta yana ketadigan. Ketib uyga keldigan. Kelsa ayoli qanday bo'ldi desa, egisini topdim. Ammo hech kim bermaydi ekan. Degan, balki berib qolar apasingiz degan, ya men dedim bir narsa bering desam bermayman dedi degan. Endi ati yana berib beqing balki berib qolar dedi. Ati yana bor ekan. Basi yana shu odam e'lon qilib turibdi ekan. Yani şunun qishqi berib endi sizningki o'sha hamyanni Allohdan qo'rqadigan, pulga ehtiyoji bor, yaxshi bir odam teppagan bo'lsa hamdi. Ashuningga bir 100ning birini bo'lmasa, 10ning birini bo'lmasa, 100ning birini bo'lsa-ma. Biramsiz hamdi. Masalan, 10 tilla dak shunday bir narsa biramsiz. Bersangiz balki teppagan odam shunda deb e'lon qilsangiz, mundaq biraman deyib 100'ning birini birmen deb e'lon qilsangiz, belki teppa odam o'zini oshkor qiladi degan. Yo'q, men hech kim bermayman. Alloh rozi bo'lsin teppaginga dedi. Shuni oldi, yana ketgan uyga. Ketib ayoli so'raydigan, qanday bo'ldi? Yana shunday bermayman dedi degan. Amisi bermasa qanday qilamiz endi? Buni berib ataylamdi. Qanday qilamiz amisi bermagan ekan bu odam. Shunda qilsam bo'g'idak amisa, yana bir berib boqay deb bor ekan. Berib yani şu adam ilan qilib tutgan qishqi kelib, endi sizningki bu şey hamyanni Allohdan qo'rqadigan, pulga ehtiyoji bor, yaxshi adam teppagan bo'lsa, shu 1000dan birini, yani bir tilla bo'lsa biramsiz endi. Qusqi bek ochib olsa, bolalarni to'yg'iza yoki shunda bo'lsa biramsiz, shunda birman deb e'lon qilib baqsangiz balki shu teppaga odam o'zini oshkoralar degan. Yo'q, bermayman degan. Turib ketib Abu G'iyos, bo'ldi qarindishim, men teppagandim sizning hamyoningizni, aqamdan keling uyda boy epret etgan. Ma'qul deb ma'natgan. Bu 3 kunning yanqisi İmam Tabari uçaqda Makkada o'quvchi ekan. Shu 3 kunning yanqisi ashuni taqib qilib turibgan. Ya'ni aşağıda bo'lgan ishlarni kuzatib turibgan. Oxiri shu chaqda egisi manganda ana aqisdan umi billa mangatgan Abu G'iyosning uyiga. Men 3 aylan kiritgan uyga. Kirgan kumab qo'ygan yerdan oltinni elib biritgan adam. Bergan adam birdan bir sanaytgan. 1000 oltinni 1 2 3 4 5 deb birdan bir sanaytgan. Sanab oladigan. U orliqda uydagi ma odamning ayoli, 4 qizi, 2 singlisi, qaynonasi ashula ishning yuchiqidan qarab, oltin degan mushunda seriq narsa ekanda, mana mushunda ovoz chiqayotganda buningdan deb ashuni ko'rib turibgan. Balki bu odam oltinisini elib bir siqimni berib etib ketishi mumkin. Albatta shunday qildi-ku deb kutibna intizorda aynda tursa, adam mingni saq sanab yana ashu nimaga hamyonga salab rahmatmi demay gap qilmay ko'tarib akitgan. Akatganki Muhammad ibn Tabariyimda turib, ular qarab qolib, umi aqsin billa ketitgan. Ketdi shuni bilan. Shu orliqda o qaynonasi bak ochlik va ojizlikdan yiqib tushib aylanib ketitgan. Qusqi ochlikdan. Shunga ayoli kelib, "Yo bu qandoq odam? Bizning shu kambag'al uyimizni ko'rib turib, 1-2 tillani qap kesinim bo'ldi. Qo'ymadi" deb digil turgan ekan Abu G'iyos. "Bermedi endi, bermiz qanday qilamiz? Haqqini bir vatdiq bo'ldi" deytgan. Shunda deb yana bularninkini aytib, "Bak mag'dur yo'q, qo'shiqi tehi shunda holdan ketgan holda o'ltirsa, shu
Bire aş pişim deydi endi. Bire aş pişim yoki bir qancha soat bo'lishi mumkin endi. U adam aşu Samarqandlik pulning egisi hamyonni elib qaytib ketgan. Muhammad ibn Tabariymi aqısını birga ketgan yana. Çünkü o tarix yazıyotgan kishi ayda voqealiklarni aşu birga yurib, voqealik o'z ko'zi bilan ayda yozadi ekan endi. Tarixi bor shunga İmam Tabariyning. Shuni bilan kirib o'ltirib, "Kepsiz qo'yamdi. Yana nima deb keldingiz? Pul kam ekan ya?" degan. "Yo'q, kam emas ekan, men saq aketganman." Endi ish mundaqdi. Men Samarqandlik. Mening dadam 3000 tilla puli batdi. 3000 tillaning 1000 tillani aşı qarindoshlarimga ulashtirib berdi hayot vaqtida. 1000 tillani meni haramga jabdib avatdi. 1000 tillaga haj qilib aşada ibodat qilib kelgin deb. 1000 tillani yana men qo'shib berib, mushu 1000 tillani men vafot ulab ketgandan keyin, mening vafot ulab ketgan xabarimni sen anglagandan keyin, aşı Makkadagi eng yo'qsul oilaga mingni berib etgan deb vasiyat qilgandi shu chaqda. Şunu men sizlarga 1 tillani beramagan, 10 tillani beramagan. Çünkü dadamning vasiyati vatdi, bu mening emasdi bu pul. Şunu beramagan. Endi hozir menga xabar keldi, dadam vafot ulab ketibdi. Endi men dadamning shu vasiyatini yurgizishim kerak. Dadamning vasiyati bo'yicha Makkadagi eng kambag'al oilaga mushu 1000 tillani berishim kerak. Endi men ko'ryapman, sizlardimmi faqir oila yo'q. Tek turdu endi. Sizlar eng kambag'al, eng pulga ehtiyojli, eng iffatlik, yani yaxshi oila ekansizlar. Bo'ldi, sizlarga mushuni berib etaman deb 1000 tillani berib ketgan. 1000 tillani to'liq bergan. Bergandan keyin shundan keyin Abu Lubaba, yo'q, Abu G'iyas ayoliga aytgan. Siz mushu pulni xaylayli, 1 tillani olsun xaylayli, bizga halol deb anda deb ketgandingiz. Men endi mushu ishimgacha harom yemagan, harom yemayman, mushuninga sabr qilaman deb ayda turibdim. Allah Taala bizning holimizni bilgachga, mushu 1000 tillaning hammasini bizga buyurib berdi. Bizning aşa haromdan o'zimizni tutib sabr qilganligimiz uchun Allah mushu 1000 tillani bizga buyurib etdi deb tushundirib bilib, endi o'ltiringlar deb Muhammad ibn Tabariyni sizmi o'ltiring? Sizmi misha kelgandan keyin endi payg'ambarimiz qanday bir hadiya kelsa, u hadiyani atrofda yendi o'ltirganlar hammasiga beradi. Mesela Rasulullah'ın aldığı bazı xoma kiletti, bazı üzüm kiletti. Rasulullah hadiye deb kelsa, o'ltirganlar hammasiga taqtib, hammadan bahramand qiladi. Shu sunnat bo'yicha men sizni bahramand qilaman. Biz 9 can, siz bilan 10 oldik. Anda o'g'alga bo'shi 1000 tillani biz 100 dan arishimiz deb turayotgan o. Abu G'iyas. Muhammad ibn Tabariy, ha mening nima haqqim bor? Buning hech qanday haqqim yo'q, meniki mening nasibam yo'q degandan tamam, ben rozi bo'lib bergandan bo'ldi o. Siz endi mushu ahvolini ko'rdingiz. Bu pul bu bizning pulimiz emas. Allah berdi meni. Anda o'g'alga biz 10 kishilik qilib oriyli deb sanab o'tirib hammasiga 100 tillardan ayritgan. Aşağıda 100 tillardan bölüştgen. Bölüşüp o adam 2 tillarni buzdurup 2 tillar deganni pulga buzdursa bu nati jiq gapdan 2 tillar oltin degan. Shundan aşıda go'sht, meva, kebab, non ayda binasini akib o'ylini rosa toshqizab, do'stligini toshqizab, o'ydikilini aşı rosa yaxshi obdan bir iftar qildirgan. O orliqda Muhammad ibn Tabariymi iftar qilib 100 tillani elib chiqitgan. Shuniki Muhammad ibn Tabariy yazıdı. Mushu 100 tilla manga nati bek esqatdi. Nurgun kitaplarni setib aldım, nurgun ilim seferlerini qildim, manga shunda xizmat qildi deydi. 100 tilla manga bek bereketlik oldu. Shuni ben uzun qamay Makkadan ketdim. Üzemni yutuğu ketdim deydi. Tabaristan'a ketidimdi. Ketib 16 yildan keyin yana bir hajga bordim, haramga bordim. Berib o'sha odamni izladim. O'sha odamni izlasam, Abu G'iyas men ketib bir 2 oydan keyin vafot bo'lib ketibdi ekan.
Onunki aşu iki singlisi 4 kızı aşular Muşu Mekke'nin naytı bay, ehli ilim, alim, aşındaq adamlarga tegibdi deydi. Her birinin xizmetçileri var. Turmuşu şunda yaxşı. Men ulavlı uçuruşup, şu dadыңızның dostudim men aşı çağdaki, aşı vaqtidiki sizlerning vaqalikinlarni ko'rgan adamdim men. Dep ayında üzem tonuştuğandı ki meni tonup ola bek hürmetimni kıldı, şonunda ikram kıldı, izzetledi. Andın cık yardımlarını kıldı bana deydi. Onun deyken muşu kısını Suriyalik alim Ali Tentavi degan kişi bunu bir hikaye şekilde texmi kengaytip, texmimunda tesirli kılıp yazıp çıkıdı bu kıssını. Bu kıssa azı şu Arap dünyasındaki alimler bazı sözlep koydu şu kıssını. Nayt meşhur bir vakalik hem de şu Mekke'de boğa vakalik. Yani bunun bizden aldığın dersimiz hem de severinin tigi altın. Hem de şu özünün nefsini kontrol kılıp haramga birilmey. Aynı ölüm halaketiga yıkılışıp kalgan vaqtidami hatta Kur'an-ı Kerim'de hem de çaresiz kalganda ölümden saqlanıp qalish uchun açlık sebeplik ölüp ketsin saqlanish uchun haram narsani bo'lsimi yegili bo'ladi deb ruxsat qilingan tursimi lekin u odam 86 yoshgacha haram yeb boqmay endi mishadi bir qancha lahzaga yoki bir qancha kunga bir qancha soatga chidamay men shu haromni yesam oxirgi umrimda harom bilan ketib Allohning oldiga qanday boraman deb qattiq shu o'zini tutib Allah'nınki emrini tutup bu halal haram meselesinde ayda kılganlık için Allah Teala onu şundan mukapatlaydı ki o talep kılgan bir dirhemnin onuğa yani bir tillanın onuğa ay 1000 tillanın hemmesini bir vette kılgandı. Hayat aşında kaldı. Bizden kılgan sevirçallıkımız, bizden kılgan pidakarlıkımız bunun hiç kaysi bakağı ketmeydi. Allah Teala hemmini bilip durdu, hemmini bilip durdu. Allah Teala özü bilip şu bizden ahvalımız qarab, şunun mükafatını birdi. Bakağı ketmeydi bizden kılganlığımız. Bakağı ketmeydi. Çünkü sever imanın yerimi. Onun bir yerimi şükür. Müslüman adam hoşal bolgan çağda, payda tapgan çağda şükür kılıdı. Xap bolgan çağda, ziyan tatgan çağda sever kılıdı. Her ikilisinden savap kazandı. Şükür kılgan adam mı savap tapıdı, sever kılgan adam mı savap tapıdı. Allah Teala hemimizni sevirden ibaret şu katta emelinin savabıga erişidigan müminlerden kılsın. Amin.